Assalomu alaykum qarindoshlar. To'g'ri mulozim teorik darsimiz xush kelibsiz. Bu bizning 18-sinf darsimiz. Bu darsimizda oldingi qismning davomi, ya'ni Groovy izqidan Groovy scriptdan foydalanib qanda shu iltimosni, requestni avtomatlashtirishni o'rganamiz. Shu iltimosning qimmatini, masalan, biz oldingi qismning darsida qanda Groovy scriptdan so'zlab property value shu xos mulk qimmatini qanday o'zgartirish, o'sha yerdan qimmatini qanday avtomatlashtirib o'zgartirishni o'rgangan. Bu qitim qanday biz shu xohlagan bir iltimosning qanday qimmatini, masalan, ISO code day yoki country info day xohlagan iltimos. Masalan, mush qimmatini qanday mushani avtomatlashtirish Groovy scriptni foydalanib shuni o'rganamiz. Buning uchun eng avval biz mushaga erishimiz kerak, mush qimmatga. Buni qanday erishimiz desak, mush test runner bilan erishimiz o'xshash usulda. Test runner. Biz hozir Groovy script mana bilan bir test case'da. Shunga biz test case chiqimsaqmi bo'ldi. Agar ma test case bo'lsa qanday test case almıştık. Hazır qanday almaşımsaq bo'ldi. Şoň özüniň içinden test case diqqat qilinglar, bu sub UI mo qanday case sensitive deydi. Ma cho'ng kichikligiga diqqat qilib yozmasam bo'lmaydi. Test case buning ichidagi qanday ISO code kirimiz. Buning ichidagi test step. Test steps. Qaysi test step? Country info kireli. Country info. Hamda bundan qanday property value'dan mushning chunki bu request mo buning property'si da bor. Masalan, mana mushning chekib response mana request bor bu yerda. Mush requestni olamiz, avtomatik chiqaramiz. Get property value request, ya'ni iltimos. Buni men qo'shsam, mana mishaga savol qanday, mishaga mushning qimmatini qanday biz avtomatik bir narsa kirgizmoqchi. Groovy scriptdan foydalanib. Odatda miya qanday ko'rinadi bo'lsak, login info qilsak ko'rinishini. Hozir buni biz bir muncha yezib yurmay, ma'lum bir birlikka tan qilib olsak, ma'lum birlikka. Buni Groovy scriptda def deydi. Definition ya'ni. Def deb buning soliq ma'lumot tipi def. Buni masalan country info request mushunga tang deb oldi. Bundan keyin ma'ni yozib yurmay, hozir mushunlar olsaq bo'ldi. Endi buni mush request ma bu. Mush bir qanday request. Biz mush requestni ichiga qimmat kirgizamiz. Bunda qilish uchun eng avval biz mush requestni bir narsa tutib olmasak bo'lmaydi. Buni sub UI'da XML holder deb bir class bor. Shu XML holderni kirgizib, shu orqali tutib turamiz. Buni qanday kirgizamiz desanglar? Ustiga qanday import everywhere sub UI support XML holder. Mana buni kirgizimiz, import qilamiz. Ustiga mushuni yozsizlar. Hozir import bo'ldi. Sub UI qanday bir yaxshiroq shu import qildi. Endi buni qanday saqlaymiz? Buni yangi bir nima quramiz? New XML
new XML holder. Chunki bu request nima qaysi formatda? XML formatda. Shunga XML holder deymiz. Mushuni shu parametrga kirgizamiz. Bu nima hamda bir narsaga tan qila olaylik. Def masalan country info XML deb. XML mushuni tan deb. Hamda nima ish buni tan qilib olamiz deganda, hozir mush XML holder orqali mush XML formatini tutib turamiz, bir yerga saqlaymiz. Endi biz mushuning orqali qanday qilamiz deganda, avtomatlashtirib mush requestga, mishaga qanday qo'limizdan, mana bundan keyin qanday manda qilib kirgizmay, qo'limizdan kirgizmay avtomatiklanmış GroovyScript'ni qanday avtomatlashtirishni o'rganamiz. Bugungi darsimiz mushagacha, keyin qism darsimizda buni hamda to'liq avtomatlashtirish shaklini o'rganamiz. Tushunmagan nuqtalar bo'lsa, asl inkas shakl qoldirib qo'ysangiz bo'ladi. Rahmat.